Kola va shunga o'xshash bo'lgan ichimliklarni ichib ham ozishni xohlaysizmi? Bunda kaloriyani hisoblanishni o'rganishingiz lozim. Agar siz buni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring, men sizga batafsil tushuntirib beraman. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Tursunov Ilyos Iskandarovich, endokrinolog shifokorman. Ish faoliyatim natijasida 10 mingdan ortiqcha vazni bor bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Nega bu ichimliklarni yig'ib qo'ya oldi deb o'ylashinglar mumkin. Men bugun sizlarga bu ichimliklarda qancha kaloriya berishini va bu ichimliklarni ichish fonida ham sizda 1 gram ham yog' hosil bo'lmaslik sirlarini to'liq videoda tushuntirib beraman. Birinchisi bu oddiy suv. Buni tarkibida hech qanaqa uglevodlar yo'q va siz buni ichganingizda hech qanaqangi yurishingiz yoki yugurishingiz shart emas. Sizda ortiqcha yog'lar hosil bo'lmaydi. Bu oddiy mineralli suv. Ikkinchisi bu oddiy ko'k choy. Buni tarkibida uglevodlar, shirinliklar, yog'lar miqdori yo'q va buni ham siz qancha litr ichishingizdan qat'iy nazar sizda ortiqcha yog'lar sintez bo'lmaydi va xohlaganingizcha ichishingiz mumkin. Va buni sarflash uchun hech qanaqangi yurish mashqlarini bajarish shart emas. Uchinchisi bu ya'ni soklar hisoblanadi. Qaysi sok ko'rinishidan qat'iy nazar, ya'ni bu 1 litrga hisoblanadigan bo'lsak, buni tarkibida o'rtacha 120 gram shakar bor. Siz mana shu beradigan energiyani to'liq organizmda yo'qotishingiz uchun o'rtacha 8 kilometr piyoda yurishingiz kerak. Agar siz bu 8 kilometr yurmasangiz, sizda tanangizda ortiqcha 15 gramdan 20 gramgacha ortiqcha yog'lar sintezlanadi. To'rtinchisi bu ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan anor suvi. Bu yarim litrga hisoblanadigan bo'lsak, buni tarkibida o'rtacha 75 gram shakar bor. Siz bu shakar beradigan qiymatni to'liq yoqishingiz uchun o'rtacha siz 6-8 kilometr yurishingiz kerak. Agar siz bu mashq amaliyotlarini bajarmasangiz, sizda organizmingizda, tanangizda o'rtacha 10 gramdan 15 gramgacha ortiqcha yog'lar sintezlanadi. 5-ichimligimiz bu ko'pchilik iste'mol qiladigan ichimliklardan biri flash energetiklar bo'lishi mumkin. Mana shu 450 ml tarkibida o'rtacha 50 gram qand shakari bor va siz bu beradigan energiyani yoqishingiz uchun o'rtacha 6 kilometrdan 7 kilometrgacha piyoda yurishingiz kerak. Agar siz piyoda yurmasangiz, sarflamasangiz, sizda organizmingiz o'rtacha bu 10 dan 12 gramgacha ortiqcha yog'lar sintezlaydi. 6-ichimligimiz bu Fanta ichimligi. Buni tarkibiga va beradigan energiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yarim litr. Mana shu beradigan energiya qiymati o'rtacha 240 kaloriya energiya beradi. Va siz bu energiyani yoqish uchun, sarflashingiz uchun o'rtacha siz 4 kilometrdan 6 kilometr piyoda yurishingiz kerak. Agar siz bu mashqlarni bajarmasangiz, sizni tanangizda ortiqcha 8 gramdan 10 gramgacha ortiqcha yog'lar to'planishi kuzatiladi. 7-ichimlik va bizda eng ko'p ichiladigan ichimliklardan biri va dunyoda ham mashhur bo'lgan Pepsi ichimligi. Bu yarim litrini tarkibida o'rtacha 54 gram shakar mavjud bo'lib, bu shakar sizga o'rtacha 210 kaloriya energiyani beradi. Siz bu kaloriyani sarflashingiz uchun, ya'ni siz semirmasligingiz uchun o'rtacha 6-8 kilometr piyoda yurishingiz kerak. Agar siz bu mashqlarni bajarmaydigan bo'lsangiz, sizda tanangizda o'rtacha 6 gramdan 8 gramgacha ortiqcha yog'lar to'planishi kuzatiladi. Va eng oxirgi, eng sevib iste'mol qiladigan ichimliklarimizdan biri bu kola ichimligi hisoblanadi. Va bu ko'pchilik kola ichimlik ichib ham men unaqa katta kaloriya iste'mol qilmayman deb o'ylashadi. Lekin e'tibor beradigan bo'lsak, kolani tarkibida yarim litr kolaga misol qilib olyapmiz. O'rtacha 54-55 gram shakar bor tarkibida va bu beradigan energiyani hisoblaydigan bo'lsak, 220-230 kaloriya energiyani beradi. Siz mana shu energiyani sarflashingiz uchun o'rtacha 6-8 kilometr piyoda yurishingiz kerak. Agar siz bu amaliyotni bajarmaydigan bo'lsangiz, sizda tanangizda kun davomida o'rtacha 8 gramdan 10 gramgacha ortiqcha yog'lar sintezi kuzatiladi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing va sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizga bu ichimliklardan qaysi biri ko'proq yoqadi? Kommentariyalarda izoh qoldiring.